Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Men Go'zal Ahrarovna, 10 yildan ortiq stajga ega ginekologman. Keling, bugun sizlar bilan ko'pchilik hozir qizlarimiz va ayollarimizda muammolarga sabab bo'lib turgan o'sha qindagi hidlanish, ya'ni qindi hidlanish haqida gaplashamiz. Bu umuman kasallikni nimadan kelib chiqadi, nima sabab bo'ladi va buni davolamasa nima oqibatlarga olib keladi? Bu haqida sizlarga to'liq tushuncha beraman. Ayollarda va qizlarda qindi hidlanishi yoki hidli ajralmalar kelishini sababi nima bo'lishi mumkin? Bu asosiy sababi infeksiyalar, bakteriyalar bo'ladi. Ya'ni organizmdagi immunitet tushib ketishi natijasida tashqaridan keladigan infeksiya yoki bakteriyalar o'sha mikroflorani buzishi natijasida hidli ajralmalarga olib keladi. Hidli ajralmalar ajralishiga olib keladi. Normada ayollarimizda va qizlarimizda ajralmalar qanday bo'ladi? Normada rangsiz, hidsiz va miqdori o'rta miqdorda bo'ladi. Agarda ayollarimizda hidlanish va ajralmani rangi yashil bo'lsa, bu nimadan dalolat beradi? Bu asosan jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalardan yoki bo'lmasa bakteriya etiologiyali infeksiyalardan keltirib chiqargan ajralmalar hisoblanadi. Agarda bunday holat aniqlanadigan bo'lsa, zudlik bilan ginekolog ko'rigiga borib, er-xotin birgalikda davolanish kerak bo'ladi. Buni og'ir asoratlari ertaga bu ayollarimizda, turmushga chiqqan ayollarimizda bachadon endometriti, tuxumdonlar yallig'lanishi va turbalar yallig'lanishiga olib keladi. Keyinchalik esa bu turbalarni o'tkazuvchanligini yopilib qolishi, ya'ni bepushtlikka olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, qindagi ajralmalarimiz agarda ayollarda, qizlarda jigarrang bo'lib keladigan bo'lsa, bu nimadan dalolat beradi? Bu asosan endometrioz, adenomioz yoki bo'lmasam bachadon bo'yni eroziyalarida ham shunday ajralmalar kelishi mumkin. Hozirda mana shu muammoni hal qilishda ijtimoiy tarmoqlarda, YouTube'da, Instagram'da uy sharoitida davolanish uchun turli xil ma'lumotlar berishmoqda. Ya'ni o'sha qindi turli xil rastvorlar bilan yuvish, shu bilan davolasa bo'ladi deb tavsiya berishyapti. Lekin bu to'g'ri tavsiya emas, chunki bu narsa faqatgina o'sha sizdagi o'zgarishni sensibilizatsiyaga, ya'ni o'sha infeksiyalarni ustойчивостini oshib ketishiga va to'liq davolamaslikka olib keladi. Bu esa keyinchalik sizda og'irroq asoratlarga ham olib kelishi mumkin. Agar sizda ham shunga o'xshash muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, kommentariyada o'z shikoyatlaringizni qoldiring yoki bo'lmasa pastdagi nomerlar orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin.